sizlar bilan while loop tugadi, for loop tugadi. Endi assertion nima? Kam yoziladi-yu, lekin juda yaxshi. Dastur davomida, misol uchun if else yozasizlar-yu. If else bu userning holatini tekshirishga, dasturda holatga qarab turib biron bitta amal bajarishga nima qiladi? Ishlatiladi. Assertion esa app to'g'ri ketyaptimi, noto'g'ri ketyaptimi? App ichidagi ma'lumot shuni tekshirishga ishlatiladi. If else boya holatni tekshirgan bo'lsa, assertion bilan app o'zi yaxshi ketyaptimi yoki noto'g'ri ketyaptimi shuni tekshiradi. Assertion faqatgina xuddi o'zingiz uchun tekshirish xolos. Dasturchi uchun xolos, user uchun ko'rinmaydi. Ya'ni sizlar app tuzayotganingizda assertion ishlatsanglar, app ichida ko'rinmaydi narsa, app ichida tushib qoladi. U prosta dastur tuzayotganingizda o'zingiz uchun if else deb tushunsanglar bo'ladi. O'zingizlarning if else ida. U userga taalluqli emas. Misol uchun bunaqa narsa. Misol uchun qarang. Qarang, misol uchun stringda nima misol keltirgan o'zi. Misol murakkabroq ekanda. Soddaroq misol stringda name teng aziz bo'lib turibdi. Sizlar endi mana shu yerda ishonch hosil qilishingiz kerak, ya'ni name aynan aziz bo'lish kerakligiga. Shunga o'xshash holat bo'ladi. Name aynan aziz bo'lish kerak. Name aziz bo'lmasdan pastga o'tib ketish mumkin emas. O'sha vaqt assertion assert yozasizlar-da, assertga o'xshaydi. Assert yozasiz, dumaloq qavsichiga shart yozib qo'ysanglar bo'ladi. Aytamiz, name nima bo'lsin, azizga teng bo'lsin, azizga teng bo'lmasa bo'lmaydi. Undoq turib, azizga teng bo'lmasa nima deb chiqarsin? Shu narsani yozib qo'ysanglar bo'ladi. Nima chiqarsin? Name must be aziz deb qo'yadi. Hozir buni run bersam, print bilan next line. Assert shunaqa narsa bo'ladi. Hammasi assert yozadi. Hozir next line chiqdi mana, qarang, next line. Endi masalan aziz 2 qilib qo'yadigan bo'lsam, dasturim ishlamaydi. Mana chiqaradi. O'zimiz error chiqardik-da. Mana shunaqa error chiqarish uchun assert ishlatiladi. O'zi error yo'q edi. Assert bilan error chiqardi. Errorga qarasanglar, name must be aziz dedi-yu, bunaqa chiqarib qo'ygan bo'ladi, qaranglar. Name must be aziz degan. Ko'rdinglar? O'zimiz atidan sun'iy error chiqardik-da. Bu nimaga kerak? Ertaga dasturinglar o'zingizlar xohlayotgandek ishlayotgan nazorat qilasizlar. Misol uchun boya aytaylik azizga teng bo'lmasa, neyim? Aytib dasturimiz buzilib ketib qoladi. O'sha payt shuni assert yozib qo'yaman. Shunda qachondir ham mana shu noto'g'ri ishlaydigan bo'lsa, men xabarim bo'ladi-da. Lekin bu assert yozganinglar usergacha yetib bormaydi. Ilovani ishlatib turgan bo'lsa, bunaqa errorlar chiqmaydi. Chunki o'sha app qilganinglarda bu assertlar o'sha ishlamay qoladi userga o'tgandan keyin. Asos assert shunaqa narsa. Hop, keyingisi nima aytayapti? Assert must be return boolean value. Ya'ni assert ichiga bool qiymat yozishingiz shart. Qanday shart yozishingiz kerak. If ichiga nima yozsanglar, buning ichiga ham shunaqa narsa yozish kerak. Ikkinchi parametr esa yozmasanglar ham bo'ladi. Men error yozdim-ku, shuni yozmasanglar ham bo'ladi, ishlayveradi. Lekin shu nima qaytishini, nima error qaytishini yozib qo'ysanglar bo'ladi. Bu shu errorni matnida shu nima xato ketganini aytib qo'yasizlar. Qisqasi ID da error message bo'lib chiqib keladi deyapti. Keyin aytayapti, in release mode degani sizlar API userga yetib boradi-yu, tuzgan dasturinglar. O'sha payt release mode deyiladi. O'sha assertlar ignore bo'ladi. Ya'ni assert o'sha ishlamaydi, Yahyobey. Qisqasi ular ishlamaydi, ular tushib qoladi deyapti. Hop, keyingi good practices 3.5. Qisqasi buni ko'rdik, feels shu jinnilar qasmini ishlatish kerak. Keyin foreign loop ishlatishni o'rgandik, men fruitlar bilan o'rgandik. For bunaqa narsa. Nima narsa yozish. Bizda list bo'lsa, men finalga var deb yozsa bo'ladi. In friend list degan joyda ashtaroq sintaks o'rgandik. Shu sintaks ishlatsa yaxshi bo'lishini aytib ketgan bu yerda. Good practicesda ham aytgan. Bu shu qancha ishlatishga undov, rostdan shu adashib qolasizlar deyapti. Else adashib, misol uchun bilmaysizlar-da, if ga tegishlimi, bu if ga tegishlimi, chalkashtiradi. Aslida aniq mana if ga tegishli. Aytaylik, ko'p kod yozganinglarda
kompleks arxitekturada minglab qator kod yozilganda mana shu chalkashtirib qo'yadi sizlarga. Qisqasi if else yozasizlarmi, jingali qog'oz qo'yib yuringlar, bo'ptimi? Shunda hammasi yaxshi ketadi. Keyin for in loopdan foydalanadigan payt foydalanish kerak. Hop, keyingisi basic of functions, funksiyalar haqida boshlang'ich tushuncha. Shuni o'rganamiz bo'ldi. Keyin Flutter o'zida mavzu ko'ramiz. Buni boshlab qo'ysak bo'lmas ekan. Bo'larmikin? Boshlaymiz kerakda. 3.6 ni ham tugatamiz. Shuni 3.7 dan kelasi darsda davom ettiramiz. Hop, funksiya. Dars